Assalomu alaykum, yana bir marta aziz do'stlar. G'ishlik domlarning ikkinchi qavatida ikki xonalikni ko'rib chiqamiz. Malagabaritka deydi bunaqa domlarni. Mana shu pod'ezd eshigi kirib kelamiz. Yangi eshik qo'ygan ekanlar. Prixoshkamiz va o'ng qo'lda sanuzel birlashgan oshxona va bu tarafda ikkita xonasi bo'ladi. Kvartiramiz burchakda joylashgan. Eslatib o'taman, ikkinchi qavat. Mana sanuzelimiz to'liq kafelda ekan. Mana bu joylarini обшивка qilib olamiz. Birlashgan sanuzelimiz. Hozir yashab turgan kvartira. Oshxona joyi, maydagina balkonchasi bo'ladi. Bu tarafga mana ovqatlanish zonasi, ovqat tayyorlash zonasi va pishiriqni bu yoqqa chiqargan ekanlar. Xo'p. Akfa plastdan turibdi derazalari. Ichkari eshiklar bitta mana bu ikkitasi MDF dan turgan ekan va qolgani taxtalik turibdi, ko'rishingiz mumkin. Xo'p, birinchi xonamiz yotoqxona qilib ishlatgan ekanlar. Xo'p. Ham katta shkaf qolar ekan, kravatni olib ketaman dedilar. Va bu tarafda ikkinchi xonasi kattarog'i, zal qilib ishlatib turibdilar. Xo'p. Konditsioner, televizor qolar ekan. Burchakda joylashgani uchun ikkita derazasi bor. Ukrainskiy pechka ham bor, buni ham qolar ekan. Taxtalik pollar. Mana shunaqa variantimiz sotuvga chiqqan. Samarqand shahar Selxoz institutining yaqinidagi domlar. Ikkinchi qavatda ikki xonalik malagabaritka g'ishlik domlardan bo'ladi. 40 ming gaplar savdosi bor hamda ipoteka ham turgan ekan. Qiziqqanlar aloqa chiqamiz.